Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Andijon viloyati Asaka tumani Istiqbol MF'damiz. Ko'pchilik aytdi Karis mahalla deydi. Karis mahalla deysa yaxshiroq tanishar ekan. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan obunachimiz, xonadonlarga kelganmiz. Obunachimiz shunaqa uyini oldi ayvollarini Antrazi G306 Alpro Aldox 1 profilida terasasini o'rab berdik. Videoni boshlashdan oldin narxini aytaman. Undan keyin ishimiz qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'raverasiz. Общий summasi 11.500.000 so'mga tushgan. Aynalar 2 qavat, oqqa qora bo'lgan. Har bitta romda bittadan ochilish. Общий teraskamiz 2 chekkasida bittadan forchkasi bor. Endi razmeri to'liq obzorni tushuntirib ko'rsatib berib o'tib ketaman. Birinchi romimiz 1.55 ga balandligi 2 metr. Ikkinchisi 2.40 ga balandligi 2 metr. Eshigimiz 1.20 ga balandligi 2.70. Undan keyingi romimiz ham 2.40 va chekkadagi romimiz 1.50 ga 2 metr. Xo'sh, endi ichkaridan bir qator nimalar qo'yilgani, navarota hamma yo'qni ko'rsatib berib ketaman. Birinchisi ruchka zamok. Bu safar bo'st zamogidan foydalandik. Ochilib yopilishlari hamma yo'g'i cho'tki holatda. Ko'rishlaring mumkin. Qora akril 50 ga ruchka zamoklar qo'yilgan. SPS bosma rezina. Profilimiz qaytarib o'taman. Alumin Aldox 1 Alpro firmasidan bo'lgan. Eshigimiz ochilib yopilishlari juda ham beshuqunli. Hattoki oshiq-moshiqlarigacha qora akrildan cho'tki bo'lib kelgan. Bu yerga padagonik qo'yib berganmiz, 30 lik padagonik krishkalari qo'yilgan. Ponni aylantirib penalargacha sepganmiz. Hattoki padagonikni uzmasdan aylantirib o'tkazib berganmiz. Xo'sh, romimiz razmeri 1.50 ga balandligi 2 metr, yana qaytaraman. Bitta ochilish, bitta forchka qo'yilgan va chekkadagi romimiz 1.55 lik. Unda ham bitta forchka qo'yib berganmiz. Eshigimizni ponni panorama holatda qilib berganmiz. Ko'rinish videoni boshqacharoq qilishlik uchun bu menimcha yana ham teraskamizni ancha ochib berdi. 2.42 metr. Bu romda ham bittadan ochilish qo'yib berganmiz. Ochilishlarda xo'p, nabarot qo'yganimiz sababi o'zi asli bunisi narigi ko'zida bo'lish kerak edi. Bizda romlarda qanotini ochib, keyinchalik aynaga artayotganda har bitta ko'ziga bemalol qo'l yetishligi uchun ochilishlarda shunaqa qilib parlab berdik. Xudo xolasa, o'zi tog'iga 10 kun muddat qo'ygandik. 10 kun muddat ichida olib kelib o'rnatib beramiz degandik. Adashmasam bugun 6 yo 5-kun. O'zi asli kecha kelish kerak edi. Faqat bu yerda eski o'rnida rom bor edi, tog'a sug'urtirib joyini tayinlash kerak edi. Ulgishmaganning hisobiga bir kunga yana surdik. Shunda ham bugun 6-kun. Alloh nasib qilib olib kelib, ishlarni to'liq holatda tugatib berdik. Narxini yana qaytaraman, 11.500.000 so'mga tushdi. Hurmatli obunachilar, bu narxga bunaqa terasga qaytib bo'lmaydi. Chunki tog'amizga ancha skidka qilib berdik. Buni o'ziga yarasha sabablari bor, chunki tog'amiz bizni kuponimizni yutib oldi, aniqrog'i 10% kuponimiz bor edi. Shu tog'amizga nasib qilgan ekan, shuni hisobiga 11.500.000 so'mga tushdi. Xudo xohlasa, bugungi montajimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Qubboyevadan uzoqlashmang, Qubboyeva doimo sizlar bilan joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.